Assalomu alaykum qadrli YouTube kanali obunachilari. Bugun 31-may sanasi turibmiz. 2024-yil. Qadrli obunachilar, bugun biz Oltiariq dehqon bozorining, ya'ni Optim bozorining ichidamiz. Bugungi narxlarni, real narxlarni sizlarga qo'yishga harakat qilamiz. Qadrli obunachilar, kanalning rivoji uchun albatta bitta like tugmasini bosib qo'ying va kanalda yangi bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Kunlik bozor narxlaridan xabardor bo'lib turasiz. Marhamat, biz videolarimizni boshladik. Bizni tanigan barcha kuzatayotgan xorijdagi do'stlarimizga, O'zbekistondagi va hamma do'stlarimizga Oltiariqdan alangali salom. Marhamat, videolarni boshladik. Gilos, olcha, shaftoli, o'rik, xullas har xil turdagi eksport qilinadigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun qutilar. Razmerlari 18, 16, 14, 12. Birinchi sort zavodskoy qutilarimiz ham bor. Undan tashqari объемga ikkinchi sortni lubo rangini qilib beramiz. Bu qutimizga kelsak, o'lchamlari 600, 400, 180. Bu iceberg bilan karomlarga ishlaydi. 600, 400, 100 razmerdagi qutimizda asosan bir qatorli meva sabzavotlarni terishga foydalanadi. Masalan, anor, shaftoli, pomidor. Keyingi qutimizga kelsak, 600, 400, 240 hajmda bo'lib, ikki tur mavjud. Birinchi turi 780 grammligi, ikkinchi turi 950 grammdagi. 780 grammdagi qutimizni iceberg bilan karom bemalol ko'taradi. Ikkinchi turdagi qutimizni qovun, tarvuz, olma va baqlajonlarga bemalol foydalansa bo'ladi. Bizning zavodimizda Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan. Kimga shunaqa katta ob'emda va optim narxlarda qutilar kerak bo'lsa, shu raqamlarga telefon qilinglar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, narx-navolarni aytib olasiz. O'rikdan boshlaymiz. O'riklar necha pul? Ular 15 ming so'm. Oq o'rik necha pul? 13 ming so'm. Gilos 12 ming so'm. Ular narigilarchi? Ular arzonroq. Bular eng oxirgi sortlar shekilliga. Necha pul bular? Ular 10 ming. 10 ming so'm. Aka, bozoringiz bersin. Charchamang, salomat bo'ling. Valavoy gilos uzdori chiqdi. Necha pul ekan valavoyda? Zo'ri. 8 dan sotib oldim hammasi. 8 mingdan berdilaring Optim narxga. Qadrli obunachilar 8 ming so'm berishdi. Aka, necha puldan beri tugatdingiz o'rikni? 8 ming so'm aka. O'rikni ham 8 ming. 8 ming. O'riklar silliq o'rikdan aka. Aha, silliq o'rik 8 ming so'mdan berishdi. Qo'llar tarvuzlar hozir narxini so'rab qo'yamiz. Aka, necha pul ekan kilosi? Kilosi qovundiki 10 ming. Qovundiki 10 ming so'm, tarvuzniki? Tarvuzniki 6 ming so'm. 6 ming so'm. Yashang, bozoringizni bersin aka, charchamang. Shuhratjon agro. Shuhratjon agro. Optimga necha pul ekan qulpinoy? 13 ming so'm deyishyapti. Hormay aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Necha pul qovunlar? Qovunlar killasi 6 ming so'm. Killasi 6 ming so'm. Qayerda qovun aka bu? Qayerdaki? Yazayvonni qovunlar ekan, kilosi 6 ming so'm ekan. Aka, bozoringizni bersin. Aka, krepson necha pul? 17 ming so'm ekan krepsonlar. Salomat bo'ling. Aka, pomidor necha pul? 7,5 ming olishdi. 7,5 ming so'm olishdi. Qo'llar necha pul beryapsiz? Ularni kilosi 6 ming. Kilosi 6 ming so'm. Yashang. Ancha tushib qopti demi? Pomidor necha pul ekan o'qtimga? Pomidor 8,5 ming so'm. Nomi, sorti nima buni? Roni. Nima? Roni. Roniga ekan obunachilar. Salomat bo'ling, bozoringiz bersin aka, charchamang. Bu Rodilaka. Rodilaka. Boshma. Necha pul aka pomidor? 7 ming so'm. Sorti nima? Va bo'ldi aka. Mana bunlar obunachilar. Necha pul ekan pomidor? Optimga 7 ming so'm ekan.
Qalampir bozorga keldik. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi, tuzimsiz? Nech pul ekan qalampir kilogami? Kiloga 13 ming sotilyapti. Kilosi 13 ming so'm. Donaga nech pul bo'ladi unda? Donaga endi 2 ming ikkita, ikkitadan bergan. 2 mingga 3 ta. Aka bozoringizni bersin, charchamang. Qayerniki oldini bu? Polshaniki. Nech pul narxi? 25 ming so'm. Bunisichi? Fujimi bu nima deydi buni? Fuji. Nech pul narxi? Xitoydagi ekan. 35 ming so'm ekan. Bizdan ancha oldinda ular. Chiroyli mevalari. Ammo mazasi yaxshi bo'lsa. Maza asaldan shirin. Nech pul bular? Bularimiz 25 ming. 25 ming so'm. Bu yonidagi bunisi ham 25 Bu ham ming. 25 ming so'm. Mandarinlar 25 ming. Bular ham Xitoy. Bunisi Xitoy, bunisi Turkiya. Ha, bunisi Turkiyaniki. Noklar nech pul? Bunisi Xitoy, bu ham 16 ming noklar. Haqiqatan 16 ming so'm. Ochib ko'raman. Ha, oching. O'zingiz ochib ko'rsatasizmi? Buni ko'rsating. Bor endi. Nech pul bu? 16 ming. 16 ming so'm ekan. Xitoyniki ekan. Arkadaşlar bozoringizni bersin ekan, charchamang. Salomat bo'ling. O'ri nech pul ekan? O'rimi bu nima bu? O'ri. Nech pul narxi? 15 ming. 15 ming so'm. Oqo'ri nech pul? O'rilar ham 15 ming. 15 ming so'm ekan. Qolgani chet el mahsulotlari. Gilos nech pul beryapsiz? 15 ming. 15 ming so'm olaver gilos. Ya sekretnimi narxi? 44 kilo. Oltiariq bozorida sekretni sotilyapti narxlar. Aka nech pul narxi? 9,5 ming so'm optimga. Mana bo'lar ekan-ku. Narxlarni ochiq oydan aytsan. Aka qayerning pomidori bu? Chiroyli ekan. Xorazmniki? Xorazmda pomidor ekan. Bu ham bir xilmi? Bittan partiyasi? Bu Toshkentniki ekan. Demak, bular Xorazmniki ekan. Bozoringiz bersin aka. Salomat bo'lsin. Chayonni ham chayon chaqar ekan. Apa yaxshimisiz qilis? Charchamayapsizmi? Tuzimisiz? Pomidor nech pul optimga? 9 ming so'm. Pushtichi? 11 ming so'm ekan. Pusht pomidor sal qimmatroq ekan. Ya hormaylar. Aka nech pul ekan optimga? 10,5 ming beradi. 10,5 ming so'm chiqyapti ekan. Demak, narxlar tushib qolibdi-ancha. Bozorlaymiz. Aralashtirib olmayman, ha? Ha, yuring. Obunachilar yangilik. Qovoq chiqibdi, qovoqning narxini so'raymiz. Aka nech pul ekan qovoqlar? Bu 6 ming beryapti. Kilosimi yo donasimi? Donasi 6 ming so'm. Qayerdagi qovog'i bu? Chetga Nesni. Nesni qovoq ekan obunachilar. 6 ming so'm donaga. Nomi nima buni aka? Sorti. Oldi pishdi. Soldi pishdi ekan sorti. Zo'r aka. Makmak narxini bilamiz. Aka makmak nech pul ekan? Kimniki bu? 3,5 ming, donasi 3,5 ming so'm. Yaxshi, katta ekan. Aka bozoringizni bersin, salomat bo'ling. Narxi nech pul makmakda? 3 ming so'm. Narxlar tushib qolibdi. Bozorlaymiz dersin. Nech pul optimga bolgarskiy? 10 ming so'm kilosi, ha? Bozoringiz bersin. Murodjon Agro. Nech pul ekan? 15 ming so'm. Yaxshi, zo'r. Narxlar ancha tushibdi. Mayli, bozorlayni bersin.
Ben Ahmet Roğlu YouTube'larda bana vallahi yürüsem nasıl vallahi alayım. Esselamu aleyküm. Bular nech pul aka? Sizdanmi bu? Yo, bu kimniki bu? Sizga aka? Nech pul narxi? 15 ming. 15 ming so'm. Sorti nima buni? Yaxshi. Mayska. Chishnoy nech pul? Kilogami, donagami? Bog'imi yo kilogami? Nech pul narxi? 6 ming so'm. Kilosimi va bog'i 6 ming so'm. Achkasi 60 ming so'm. Tushunarli, bozoringiz bo'lsin. Salomat bo'ling. Karam nech pul aka? Karam 1000 so'm ekan. Donasi 1000 so'm. Bu yil karamlar ancha arzon bo'ldi. Aka nech pul ekan narxlar? Optim narxi nech pul? 11 ming so'm. Qayerniki bu? Toshkentniki. Hali o'zimizda bo'lgan yo'qmi? Ha, o'zimizni mesni chiqyaptimi? Mayli, bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Qadrlamoqchi 11 ming so'm yangi sabzi. Aka nech pul ekan yangi sabzi? 6 ming so'm. Demak, 10 kundan beri bir xil turibdi narxi. Bir xilda 6 ming so'm. 5,5-6 ming so'm. Qizilcha ham svejiymi? Narxi nech pul? 3,5 ming, 4 ming so'm. Mayli aka, bozoringiz bersin. Charchadim. Karam nech pul aka? Karam. Nech pul narxi? Qadrli obunachilar, karam 1000 so'm ekan. Mash karamda obunachilar xususiyati bor, ayniqsa davlenasi borlar. Sho'rva qilib ichsa, bo'sh deydimi? Davlenalarga yaxshi foyda beradi. Katta yaxshimi? Gilos nech pul? Optimdan. Gilos aka 15 ming so'm toza gilos. Toza gilos. At qotmas, uzilgan, ustidan uzilgan. 15 ming. 15 ming. Kelishtirib beramiz uni. Yaxshi. O'ringlar nech pul? O'ringlar 10 ming, 12 ming har xil holatiga qarab. Bitta yeb ko'rsam bo'ladi? 10 ta ham yo'ring. Rozi bo'lasiz? Bo'ldi. Mana to'ra maklasini. Mazasi shunday obunachilar. Giloslar ancha serob. Buni nech pul ekan? 10 ming beryapti. 10 ming so'm. Nargizchi. Bu boshqacharoqmi? Sorti nima buni? Isabella ekan. Bunisi kobra. Bunisi nech pul? Ha, ikkalasi ham bir xil. Mayli, bozorlayni bersin aka. Salomat bo'ling. Pulpuroylar o'zi tushmabdi belgilikda, qashting. Uni katta tafovut farq qilmayapti narxida. Abrikos shalaq nech pul ekan? Kimniki bu? Shalaq topmanniki. Shalaq o'rib toplanishdi. Bu qanaveri yubileyni nima bu? Asaka yaltiroq. Asaka yaltiroq nech pul narxi? 8 ming so'm. 8 ming so'm ekan. Pulpunoy nech pul? Buni 12 ming. 12 ming so'm. Qayerdan olib keldingiz? Voda. Quvadan. O'zingizdan quvalisiz? Yo'q. Qayerda? Chekdimi? Shu Oltardamisiz? Mayli aka, bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Aka nech pul oldingiz? 18. Kilosini. Kilosini 18 ming. 102 ming bo'ldi ya. 18 mingdan oldi. Cho'kib ketdi. Oh. Siz yerda qovunni qarab turib, savdo qilaveraymi? Qovunga qarab. Qo'ningiz yaxshi. Aka qovun nech pul? O 6,5 ming beryapti. 6,5 ming so'm beryapti. O'zlarini ham olingizda.
Obidjon. Yangi telefon. Chiriga bo'lsa olib qo'yamiz. Bo'ldi, mana qo'shmaymiz. Bahodirjon, charchamayapsizmi? Qo'shmaymiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aka, ne kesib beringchi, bir mazasini ko'raylikchi. Pichoq olib kelib. Mashina uylar davay, pichoq olib. Boshqa ishim yo'q. Shalimdan boshqa. Sizcha kesingchi? Solishtirib bo'y qo'ying. Aka, o'zi ham nomer ading, quvuni ham nomer ading aka, oltariqda. Olaverasiz. Obidjon to'g'ri so'zlagan shu bo'ladi. Qo'shinganda o'zingiz o'g'il bola, qo'lni yurigiga osilib olmaydi. Akaga ham bering. Kesing. Bloger akamga ham bitta bering. Eskanar aka, eskanar. Shuhratjon akro. Gap yo'q aka. Bering, aka men bitta tamaga baho beraman. Yo'qsa bitta like bosib paslar. Bismillahirrohmanirrohim. Asal o'p ketdi. O'n asal olib ketdim, gap yo'q. Zo'r. Seni oyab turgan bola. Yerda yopdi akam, televideniyada yuribdi, hidsiz. Degizdor akalarga. Assalomu alaykum. Akmal aka. Charchamayapsizmi aka? Qalasiz? Tinchmisiz? Charchamasman. Tuzukmisiz? Bozorlar qora qilib keldik endi. Toruzlarga reklama qilib. Bo'ldi aka, hozir o'taman Toruzdan. Bozorni bir reklama qiling. Albatta, xudo xolisa. Qalasiz aka? Tinchmisiz? Bo'lyapti. O'taman hozir. Ya'ni o'rmenda bir marta odam o'tgan, bir taroz yuriyapti. Maykres nech pul ekan? 20 ming ekan. 20 ming so'm kami bor. Tushunarli. Qayerga reklama qilyapsizlar? Bundan keyin bittadan bering. Bugun bering, ertaga chiqadi. Maykres shaftolisi obunachilar 25-may sanasida pishadi. Narxi oshib keldi, ozdan ekan. Kecha Narxi 20 ming so'm kami bor ekan. Gilos nech pul? jupi borini, alkol. Gilos. Yashik shu Narxi kimdan berishadi? 10 ming beryapti. 10 ming so'm, o'pdim narxi. 10 ming so'm berishyapti gilos. Keling, hozir toping. Uyga olasiz. Biz hammasi topdik. Akmal aka nech pul endi? Toruz. Xudo xolisa 5 ming beryapti. 5 ming so'm. 5 ming so'm. Kilosi. Kilosi 5 ming. Kilosi 5 ming so'm. Narxlar ancha tushib qoldi. Ha, tushib qoldi aka. Bu sezonda ham 5 ming bo'lardi-ku, hozir ham 5 ming. 5 ming so'm. Qayerniki bu? Qashqadaryo. Qashqadaryodan keldimi? Toruzlar. Qayerlisiz aka? Qarshidan. Qashqadaryodan Toruz olib keldingiz, Oltiariqqa. Yashang. Aka, bozoringiz bersin. Qashqadaryoliklarga bir salom aytib qo'ying o'zingizdan. Xo'p. O'tinglar Qashqadaryoga. Ha, aka. Bozoringiz bersin aka. Salomat bo'ling, charchamanglar. Akmal aka, salomat bo'ling aka. Qandalak nech pul? 8 ming so'm kilosi. Qayerdaki bu? Namanganniki. Qovunchi. Aha, tushunarli. Kattalari 10 ming so'm, maydalari 8 ming so'mdan. Bozoringiz bersin. Kimga desam yetmayapti. Keling. Yaxshimisiz? Torus nech pul aka? O'rzlar 6 ming dona 6 ming so'm. Kesib beralasizmi? Kesib beralasizmi? kesib berganim. Obunachilar hozir mazasini tartib ko'ramiz. Qandoq bo'ldi ekan? Bismillahirrohmanirrohim. Obunachilar mazasi yaxshi. O'ta shirin. Hozirgi holatda yaxshi. Bemalol xarid qilsalar ham bo'ladi. Toruzlarning ichi qizil pishgan. Aka, bozoringiz bersin. Yaxshi aka, zo'r. Jon akajon. Men buni beryapman. Safar sizni yetkaziz bo'ladi. Bo'ldi. Yo, mana biz cho'qini to'g'irlab olaylik. Nech pul ekan toruz aka, narxlar? 6 ming so'm. 6 ming so'm. O'pdim-ku 6 ming. Qayerdaki? Toruz qayerdaki? Qashqadaryoniki. Mayli
Aka bozoringiz bersin. Salomat. Shuhratjon Agro. Chiqadi aka 1-2 soatda. O'ring necha pul o'qtimga? 10 ming so'm bermayapti. Bir bola devoring siz ham qo'qqani jo'ma beryapti. 10 ming so'm ekan. Oq o'rik ekan 10 ming so'm. Bir dona yeb ko'rsam bo'ladimi? Mazasini tatib. Bismillah. Bir yashil yeb ko'ring. Yeb qol mana bu. Endi bir 10 ming bahsi 12 ming bersalar yaxshi. Mazasi shirin ekan. Qayerdan keldingiz? Xitoydan. Qayerdan keldingiz? Oltiariqdan. O'sha ko'raverim. Bizda ko'rganmiz. Albatta hasil obunachilar. Birovni savdosiga aralashmaymiz. 500 62 ming. Qiziganda so'ng. Meni Qiziganda so'ng. Men olmadim. Nech pul gilos? O kuchun qaytgan-da. Nech pul ekan? Nech pul narxi? Videoda beradi ham oila. Hey o'g'lijonim, menga qarang, Obunachilar gilosni 15 ming so'm so'rashyapti. Valovoy gilos. Kim ko'taradi? 15 mingdan baland ko'taradigan bormi? Yo'q. Hey, kim qildi o'zi 15 ming, 10 mingdan olishyapti. Sekin-sekin yo'l chiqib ketgan u ham. Olmagan narsasiga narxni oshirib chiqdi. Qo'lni bering, baraka. O'shancha hojiga. O'shada ham bo'lganda mana dastga bering. O'shanga qarab bo'lyapti. Narx bering. Yaxshi bo'ldi. O'sha bozorning narxi shu narx bo'lyapti. Bering. Yomon narx bo'lyapti. Endi sheringizga Sotilganiga sotasizda, uka bozoringiz kelib qoldi, soting. Hammasida bola-chaqa bor o'zi. Bola-chaqa bor. Bunida hali narxida u qasam joyiga ketdi. O'zi bu arzon bo'lish kerak. Nihoyatda baland qo'yib chiqib ketibdi oradan. Ozota nech pul qildingiz? 15 ming. 15 ming so'm. 15 ming so'mdan narx ko'tarilmayapti. Hozir boshqatdan narx bo'ladigan bo'lsa, вообще hammasini Oching aka, oching ichini. Och, ko'rsating. Olib ketadi. Meni uchun Men chiqmaydi. Mana burib qo'yib o'tirganimizni ko'ramiz. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshi? Shu o'ltirib qo'ysa tashlab qoldi ishonavering. 1 kilo qara. Shu bepul berib ketsa-yu maza qilsa otsa. 1 kilo bo'ladimi? Tara 1 kilo bilmadim ama tarani men tushundim ama. 1 kilodan beraver bo'pti deyapti, foydalansin deyapti. tarasi 1 kilo Do'stim, sizmisiz? Yaxshi rahmat, qalay siz Endi nech pul so'raydi buni shuncha mehnat chiqqan 7,5 ming so'raydi. 15 ming so'rayman. yashang. Bo'ldimi? Qadrli obunachilar 15 ming so'mdan sotildi, kilosi albatta. Faqat bolachasi bor upakovka. Faqat bolachasi bor ekan upakovkasining ichida. qarab turing. 12 kilo. Pulini olib meniki. Olmaysizmi? Qadrli obunachilar, videolarimizni shu joyda to'xtatamiz. Ana mehmonlar qarab turibdi, bir yaxshi totib olaylik biz. Mana 150 kilo. Ming mana. Siz hozir kallasiga kirgan yo'q, qo'ymaylar. Mana 10 kilo ikkita bo'lsa bo'lmaydi.